Noto'g'ri yozilgan sarlavha sizning prosmotrlaringizni o'ldiradi. Demak, sarlavha noto'g'ri yozilgan bo'lsa, sizning mehnatingiz bir tiyin bo'ladi. Lekin birgina sarlavhani yaxshilash orqali 10 ta prosmotrni 10 mingta qilishingiz ham mumkin. Demak, bugungi qisqa videomizda shu haqida gap yuritamiz. Kanalimizga like, obuna bosib qo'ying, kanal rivoji uchun albatta. Nomlarda adashmaslik kerak. Nima uchun aytaymi? Misol siz uzun videolar ko'ryapsiz, uni siz yoqtirib kirmoqchisiz. Undan avval albatta nomiga e'tibor berasiz. Agar savol bo'lgan bo'lsa nomida, uni kirib javob berishga harakat qilasiz. Agar savol yo'q bo'lsa, prevyusiga qarab kirishga harakat qilasiz. Bu degani sarlavhada savollarni ko'paytirish. Savollarni ko'paytirganingizdan keyin albatta prosmotrlar bo'lishni boshlaydi. Do'stlar, agarda siz prosmotrlarni oshirib, sarlavhalarni to'g'ri yozishni xohlasangiz, men sizlarga shablon tayyorlab qo'ydim. Kanal linkini qoldiraman. Sizga preview kerakmi? Unda bizga murojaat qiling. Previewlarni xilma-xillardan yasab berishimiz mumkin. Xayr.